Surxondaryo viloyati Bandixon tuman Obod Turmush mahallasi mana. Islomobod ko'chasidagi 2026-yil 30-aprel kundagi holat. Mana odamlar nasos qo'ygan shilankalarini sel buklab, o'rab, g'asvasini chiqarib deylaman. Mana yoqlar ko'llab yotibdi. Dengiz bu. Kanalda ostidagi tunnel to'lib qolgan, sig'maydi. Buni chorasini ko'rish kerak. Mas'ul shaxslardan amaliy yordam so'rab qolamiz endi. Mana hamma tomon dengiz o'yapti, tomorqalarga chiqib ketgan. Ertan soliq to'la deb yana janjal qiladi. Biz to'lab kelyapmiz har doim. Mana shilankalarni, nasos shilankasini men maydalab taylar. O'rab tashlagaman. Mana